Ramazonda iftor qildirish savobli ish. Payg'ambar alayhissalom davrida sahobalarning ko'p qismining iftor qilgudak va suhurlik yegudak narsa yo'q edi. Shunga payg'ambar alayhissalom musulmonlarni iftor qildirishga, suhurlik berishga rag'batlantirgan. Hozirgi davrda Afrika va boshqa davlatlarda ro'za tutib iftor qilgudak narsa yo'q kishilarmi ham bor. Shulardek och qolganlarni iftor qildirish ko'p savob beriladigan bir ish albatta. Bundaq oddiy masalani bilish uchun alohida bilim ketmaydi. Payg'ambar alayhissalom och qolganlarni iftor qildirsangiz, uning tutgan ro'zasining ajri sizga beriladi degan. Hozirgi kishilarning dardi nimada? Ularning tamoqqa ehtiyoji yo'q turib, o'zaro iftor qildirishlarini nima degulik? Bir qism kishilar bir kunda 5-6 yerdan iftorga chaqirildi. Ular oliy mashinalar bilan iftor qilg'ili bordi. Lekin ularning oilasida yaxshi tamoqlarni axlatga tashlaydi. Undaqda musulmonlarning shundoq qilishi to'g'rimi? Bundaq holatdami shariatning maqsad muddaosini aniq tushunmay turib, qarg'ularcha iftor qildirishga rag'batlantirish bo'lsa, dinni xato o'rniga ishlatganlik bo'ladi. Bu masalada shayton insonlarni bir yerga yig'adi. Amaliyotda yig'ilganlarning hech qaysisining bu yemeklarga ehtiyoji yo'q. Ularning hammasi chaqirg'uchining ko'ngli uchun borayli deb berishidi. Ular uylarida yig'ilishda yeydigan tamoqni yaxshiroqini yeyalaydi. Bu yerda faqatla iftor rasmiyatini ado qilish uchun berish qiladi. Masalan, bir oila kishilari boshqalarning uyida iftor qilgandan keyin oilasidagi ayollari bizni ular iftor qildirdi. Bizmi ularni iftor qildirayli deydi. Ularni bizni iftor qildirdi, bizmi ularni iftor qildirayli deb iftor qildirishda savob bormi? Buni Alloh savob hisoblamdi. Allah bunu ibadet demdi? Yo'q. Balki Allah bularni islomda ko'z qilish, riyogarlik qilish deb ataydi. Bu faqatla shaytonning shariatda asosi bo'lgan narsani dastak qilib, bizlarni xatolashtirishdan iborat. Yuqorqidek yemeklikka ehtiyoj yo'q baylarni necha oy och qolgandek tamoq tayyorlab, rasmiyatga iftor qildirish bilan iftordan burun uyda bolalari bilan o'ltirib, ularga tamoqni qandoq usul deysa, sunnatga uyg'un bo'lganligi haqida payg'ambar alayhissalomning hadisini o'qib berib, ta'lim berishdek ikki ishning qaysisining Muhammad alayhissalom ummatining nuqta nazariga uyg'un kelganligini ayirib chiqmak ancha qiyin emas.